Dasturimiz davom etadi. Xalq deputatlari Olmazor tumani kengashi tomonidan mahallalar infratuzilmasini yaxshilash bo'yicha kompleks o'rganishlar olib borildi. Tafsilotlar navbatdagi lavhamizdan o'rin olgan. Xalq deputatlari Olmazor tumani kengashining navbatdagi sessiyasi bo'lib o'tdi. Unda prezidentimizning 2025-yil 26 dekabrdagi mahalliy byudjetlar va byudjet tashkilotlarining moliyaviy barqarorligini oshirish, byudjet intizomini kuchaytirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori ijrosini ta'minlash masalalari ko'rildi. Xalq deputatlari Olmazor tumani kengashining korrupsiyaga qarshi kurashish va xavfsizlik masalalari bo'yicha doimiy komissiyasi yig'ilishida ushbu vazifalarga e'tibor qaratilib, tumandagi mavjud vaziyat yuzasidan yo'nalishlar kesimida hisobotlar tinglandi. Shundan so'ng deputatlar Olmazor tumanidagi taraqqiyot mahalla fuqarolar yig'inida bo'lib, aholi murojaatlari bilan tanishdi. Prezidentimiz Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga yo'llagan murojaatnomalarda mahalla infratuzilmasini yanada rivojlantirish, ularga O'zbekistonning yangi qiyofasini olib kirish masalasini o'rtaga tashladilar. Kompleks yondashuv kerakligini alohida ta'kidlab o'tdilar. Muammolarni mahalla yettiligi bilan o'rgangan holda ularni tahlil qilib turib, muammoga yechim topish masalasi ham qo'yildi. Olmazor tumani taraqqiyot mahallasi kesimida aytib o'tadigan bo'lsam, bugungi kunda 5637 ta xotin-qizlar agar yo'naltirilayotgan mablag'lardan unumli, samarali foydalanadigan bo'lsak, yangi ish joylari yaratiladi. O'rganishlar tumandagi 133-sonli ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktabida davom etdi. 1968-yilda qurilgan maskan aslida 950 o'ringa mo'ljallangan. Hozirda maktab o'quvchilari soni 1700 nafarga yaqini tashkil etmoqda. Ushbu raqamlar ayni dam o'g'il-qizlar uchun sinf xonalar yetishmayotganidan dalolat beradi. Ikkita smenada tashkil etilgan darslar ko'proq o'quvchilarni jalb qilib, to'garaklarda faollashtirishimiz uchun o'quvchilar sig'imi katta, joyimiz kichkina bo'lganligi sababli qo'shimcha binoga ehtiyojimiz bor. Yana bir masala, maktab ko'chasida yoritish tizimi yo'qligi qishning sovuq va qisqa kunlarida o'quvchilar qatnovida noqulayliklar keltirib chiqarmoqda. Aholimizdan tushgan murojaatlarga asosan qo'shni mahallada maktab atrofida yoritish tizimi muammo bo'layotganligi sababli shu masalalar ko'rib chiqildi. Keyin qo'shimcha yo'l belgilari qo'yilish masalalari ko'rilyapti. Mahallalardagi yo'l, suv, elektr va transport ta'minoti, bog'cha, maktab va oilaviy poliklinikadagi shart-sharoitlarni yaxshilash dolzarb vazifalar sifatida belgilangan. Xalq deputatlar mahalliy kengashlarining o'rganishlari joylarda davom etmoqda.